Men armiyadan qaytgach, o'zimga ish qidirishni boshladim. Bir kuni maktabda qorovullikka ish bor degan e'lonni ko'rib qoldim va ishga joylashish uchun bordim. Ishga joylashgach qiziqib so'radim. Bu yerni oldingi qorovulliga nima bo'lagan? Bu yerga ishga kelgan har yangi ishchi 3 kunda ishdan bo'shab ketishadi. Ular bu yerda arvoh ko'rishganini da'vo qilishadi. Men bunga unchalik ham ahamiyat bermadim. Birinchi, ikkinchi kechalar juda tinch o'tdi, lekin 3-kecha svet o'chib qoldi. Men hayron bo'ldim va tekshirish uchun tashqariga chiqdim. Maktab atrofini aylanib chiroqni yoqadigan joyni topa olmadim. Bir payi maktabning 2-etajidagi bir derazaga ko'zim tushdi. Kimdir meni u yerdan kuzatib turardi. Meni ko'zimga ko'rinayotgan bo'lsa kerak, dedim va podvalga tushishga qaror qildim. Men podvalga tushdim va svetni yoqadigan joyni topdim. Lekin bir narsa meni e'tiborimni tortdi. U yerda qulflangan eski eshik bor edi. Men hayron bo'lib uni ochishga qaror qildim. Uni ochanimda esa dahshat. U yerda nimadir qarab turardi va birdan tashlanib qoldi. Men bor ovozim bilan baqirib qochishga harakat qildim va undan qutuldim. Ertasi kuni ishdan bo'shadim va u joy haqida ma'lumot qidirdim. Bilishimcha u yerda oldin bir qari kampir yashagan ekan. Uni uyini bir boy sotib olishga uringan, lekin kampir qarshilik qilgan. Shuning uchun boy uni uyini buzib tashlagan va shu maktabni qurgan.